Assalomu alaykum hurmatli treyderlar. Bugun seshanba kuni yana sizlar bilan Phoenix Traders Club jamoasi va men Bahrom Davlat. Demak, hurmatli treyderlar, o'tgan safargi videomizda sizlarga bir nechta savdo g'oyalarini va turli xildagi tahlil va kirish nuqtalarini asoslab olishni o'rgatgan edim. Demak, o'tgan safargi savdo g'oyalarimizga bitta to'xtalib o'tsak, qanaqa harakat bo'ldi narxda, nima o'zgarish bo'ldi, kirish uchun imkoniyat yaratdimi bizga? Biz buni ko'rib chiqishimiz mumkin. Hurmatli treyderlar, demak, e'tibor beramiz. Birinchi valyutamiz, ya'ni kriptovalyutamiz bu AUD valyuta parasi. Bunda biz aytgandikki, narx katta ehtimollar bilan mana bu ikki bardan tashkil topgan LP hosil bo'lgandan keyin katta ehtimollar bilan narx aynan mana shu LP yordamida zonadan narx tepaga chiqqandan keyin ochilgan ba'zi zelkalarni stop lossi pastda bo'lganligi sababli agarda narx zonadan pastga o'tib ketadigan bo'lsa, narx yana o'z yo'nalishida davom etadi degan edik. Demak, hurmatli treyderlar, e'tibor beramiz. Oxirgi tahlilimizdan keyin bir necha marta LP bo'lgan. E'tibor beramiz. Ya'ni LP bu ложный пробой, zonaga nisbatan ложный пробой. Yaxshilab e'tibor bersangiz, har gal ложный пробой sodir bo'lgandan keyin narx yuqoriga yurishni amalga oshirmagan. Qarang. Narx harakatida zonaga nisbatan bo'layotgan reaksiyalarning o'zini mohiyati bor. Bu mohiyatlardan bittasi shuki, agarda narx zonaga nisbatan mana bunaqa LP hosil qilsa, ya'ni ложный пробой. Oddiy qilib aytganda, narx zonani soyasi bilan buzib o'tsa, bu yolg'on buzib o'tish hisoblanadi. To'g'rimi? Hali shpilka bilan buzib o'tdi yoki likvidlikni oldi degan gaplarni gapiramiz-ku, xuddi shunga o'xshagan. Ya'ni narx mana bu joyda o'sha soyasi bilan buzib o'tgan xolos, e'tibor bersak. Agarda narx, e'tibor bering, agarda narx zonaga nisbatan LP hosil qilsa-yu, ya'ni keling bitta narsani aytib o'tay oldin. Agar narx zonaga LP hosil qilsa, demak bu pastdan kuchli bosim bor degani va katta ehtimollar bilan sotib olish davom etadi degan ma'noni bildiradi. To'g'rimi? Odatda kitoblarda yozilishi bo'yicha shunaqa. Lekin bitta narsani bilib oling. Bu joyda ikkita muhim vaziyat bor. Agarda narx mana shunaqa LP hosil qilgandan keyin, ya'ni ложный пробой hosil qilgandan keyin barning yopilishi zonaga nisbatan juda ham yaqin yopilgan bo'lsa, bu katta ehtimollar bilan hali sotuv davom etadi. Keyingi bar o'z yo'nalishi bo'ylab yana harakatni davom ettiradi degan signal hisoblanadi. Bilib oling. Har qanaqa holatda narx zonaga juda yaqin yopilsa LP dan keyin, bu katta ehtimollar bilan yana o'z yo'nalishi bo'ylab narxning davom etishiga signal beradi. Undan keyingisi. Agarda ya'ni keyingi alomatlarida narxni yana o'z yo'nalishi bo'ylab davom etishiga, ya'ni proboy model bilan ishlashimizga sababchi bo'ladigan LP holati. Agarda mana shu LP dan keyin narx o'z aslida yuqoriga ketish kerak. Misol uchun biz yuqoridan keldik, LP hosil bo'ldi, endi yana orqaga qaytib yuqoriga kontra trendiga harakat qilishimiz kerak. To'g'rimi? Agarda narx mana shu joyda yana zona ochilib, ya'ni yangi bar ochilib, yuqoriga biroz harakat qilib, zonaga nisbatan yana pastga qarab harakatni davom ettiraveradigan bo'lsa, ya'ni yuqoriga yurmasdan yana aksincha pastga harakatni, zonaga nisbatan harakatni davom ettiraveradigan bo'lsa, bu ham katta ehtimollar bilan hali sotuv davom etayotganligini, hali kontra trendi, ya'ni narxning zonaga nisbatan orqaga qaytishi hali boshlanmasligini bildiradi.
Yaxshilab e'tibor beramiz. Aynan mana shu joyda barlar elpa hosil qilgan. Lekin e'tibor bersangiz, har gal barning yopilishi zonaga juda yaqin amalga oshgan. Judayam zonaga yaqin narxning yopilishiga ko'rishimiz mumkin. Bu esa katta ehtimollar bilan yuqoridagi bosim yanada kuchayayotganligini bildiradi. Ya'ni yuqoridagi ishtirokchi haddan tashqari kuchli ekanligini bizga anglatib beradi. Undan tashqari agarda narx zonaga nisbatan maksimumlarning pasayib borish holatida shakllanadigan bo'lsa, bu padjata holati deb ataladi. Padjata, ya'ni narxning zonaga nisbatan siqilib borishi hisoblanadi. E'tibor bering, aynan mana shu joyda ham narxning padjata holati, ya'ni zonaga nisbatan siqilib, ya'ni bosim ostida maksimumlarni borgan sari pasayib borayotganligi va narxning yopilishi yana ham zonaga yaqinlashayotganligini ko'rishimiz mumkin. Va e'tibor bering, oxiri mana bugungi bar zonani pastga buzib o'tgan va impulsiv pastga harakatni amalga oshirgan. Ya'ni to'g'ri, bu joyda lojniy proboylar juda ham ko'payib ketgan, kirishga imkoniyat juda ham kam yoki umuman imkoniyat bo'lmagan. Sababi men bunda сделка ochmadim. Сделка ochgan valyuta paralarim bor. Ularni albatta hozir sizlarga ko'rsataman. E'tibor beramiz, aynan mana bugunga kelib lokal time frame'ga e'tibor bersangiz ham, lokal time frame'da ham narx juda ham zonada juda ko'p zatuhayna holatda qolib ketgan va oxiri zonani pastga buzib o'tish amalga oshirilgan. Mana oxiri mana kichkina 5 minutlik time frame'da mana birinchi marta kelib urilganda impulsiv kelgan, bozorga kirmaymiz, lekin yana yuqoriga chiqib, yuqoriga yurib, orqaga qaytib, mana bu joyda biroz yana zatuhayna hosil qilib, juda ham idealniy kirish holatini yuzaga keltirgan. Ya'ni agar kim diqqat bilan mana shu parani kuzatishda davom etganda, mana bu 5 minutlikdagi vaziyatdan kelib chiqib, mana bu joydagi lokal time frame'dagi padjata, undan tashqari zona oldi juda ham kuchli nakopleniyani hisobga olgan holatda, mana bu holatda savdoni amalga oshirishimiz mumkin edi. Hozir sizlarda bitta savol tug'ilishi mumkin. Bu ham tarixga qarab gapiraverar ekanda deb. Yo'q, qarang. Men o'tgan videoda ham aytgandim. O'tgan videoni ko'ring. Narx hech qachon mana bu joyda bozorga kirsak bo'lmasmidi, Bahrom? Bu joyda ham proboy qilgan-ku. Yo'q, bu joyda kirib bo'lmaydi. Bu joyda savdoga kirib bo'lmaydi. Sababi bu joyda narx zonaga nisbatan impulsiv harakatni amalga oshirgan. Hech qachon narx zonani impulsiv holatda proboy qiladigan bo'lsa, bozorga kirib bo'lmaydi. Chunki har qanday impulsiv harakat orqali proboy qilish narxni yana orqaga qaytishiga sababchi bo'lishi ehtimoli haddan tashqari yuqori. Biz har doim proboyni modelda mana bunaqa zatuhayna va nakopleniya holatlarini yoki padjata holatlaridan keyin savdoga kirishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu joydan juda kuchli zatuhayna bo'lgan. Mana misol uchun biz mana bu joyda bozorga kirib, stop lossni bu joyga qo'yganimizda ham juda ham idealniy сделкani amalga oshirishimiz mumkin edi. Demak, AUSDT da to'g'ri biroz qiyin vaziyat bo'lgan, lekin narx o'sha asosiy savdo g'oyamiz bo'yicha pastga harakatni amalga oshirmoqda. Endi to'g'ri, bunga fundamental holatlar, ya'ni fundamental vaziyat ham ta'sir ko'rsatmoqda, chunki kriptovalyutadagi eng nima desam bo'ladi, lokomotiv vazifasini bajarib beruvchi valyuta bu shu kriptovalyutadagi Bitcoin hisoblanadi. O'sha Bitcoinning pasayish fonida boshqa kriptovalyutalar ham pasayishda davom etmoqda. Demak, bu AUSDT valyuta parasidagi, ya'ni kriptovalyutadagi avvalgi videomizdagi savdo g'oyamiz va uning qanaqa atrofga qilgani haqida edi. Demak, keyingisi bunda juda ham qiyin vaziyat bo'lgan. Sababi mana ko'rib turibsizlar. Juda ham kuchli nakopleniya bo'lgan. Bundan keyin biz narxni juda ham kuchli pastga ketish ehtimoli mavjud degan edik, lekin bozorda savdo jarayoniga kirish juda ham qiyin bo'ldi va bunda savdoga kirishni xohlamadim, chunki men uchun juda ham tushunarsiz holat bo'ldi va e'tibor bering, narx aynan mana shu joyda nakopleniya holatiga tushib qoldi, ya'ni flat holatiga tushib qoldi. Bunda o'sha zonalarni o'chirib tashlab,
shu valyuta parasini biroz o'z holiga qo'yganimiz yaxshi. AXS. AXS da ham aynan mana shu joyda narxni pastga ketish ehtimoli juda ham yuqori degan edik, lekin bunda ham narx pastga yurmadi. To'g'ri, biroz pastga yurdi, lekin juda ham kuchli orqaga qaytishni amalga oshirdi. Odatda bunaqa vaziyatda bo'lib turadi. Biz bilamizki, tradingda hamma tahlillar ham 100% ishlayvermaydi. Biz tahlil qilamiz. O'sha sistemamizga asoslangan holatda tahlil qilamiz. Kirish nuqtani kutamiz. Kirish nuqta shakllangandan keyin uni tasdiqlab olgandan so'ng risk va money management qoidalariga rioya qilib savdoni amalga oshiramiz va bozorga biroz vaqt beramiz. To'g'ri, hamma tahlillar ham o'xshayvermaydi. Bu haqiqat. Mana sizlarga shu borini ko'rsatib bormoqdaman. Va yana bitta narsa, har seshanba va shanba kunlari xuddi shunaqa realniy grafikda tahlillarni qilib, bor bo'lsa bor, yo'q bo'lsa yo'q ko'rsatib boraman. Bitta narsani tushuninglar, hurmatli treyderlar. Siz trading sohasiga kirib kelganingiz bilan tradingda misol uchun qanaqadir o'sha o'quv kurslarini yakunlab, o'zingiz mustaqil ravishda savdolarni amalga oshirganingizdan keyin grafika oldida o'tirganingizda siz savdoni amalga har kuni kamida bitta savdoni amalga oshirishingiz kerak degan bir majburiyat yo'q. Mana oddiy o'zimizni an'anaviy bozor, misol uchun mana guruch savdo olib sotasiz. Misol uchun vaqt kelsa siz kechgacha umuman 1 kilo ham guruch sotmasligingiz mumkin. Buni tabiiy qabul qilasiz. Lekin tradingda odatda endi bu uzoq yillik tajribaga ega bo'lgan treyderlarda bunaqa narsa kuzatilmaydi, lekin boshlang'ich treyderlar qanaqadir boshqalarni tahlillariga qarab, yo'qsa boshqalarning natijasiga qarab, men qolib ketyapman, men сделка ochmasam bo'lmaydi degan qanaqadir noto'g'ri fikr bilan bo'lmasa qanaqadir bozorda o'zlari uchun qanaqadir tahlillarni yaratib, o'zlari uchun qanaqadir bo'lmagan vaziyatlarni yaratib savdoni amalga oshirib qo'yishadi va buni orqasidan stop loss olishadi. Ya'ni zarar qilishadi. Biz bilamizki, tradingda treyder eng asosiy vazifasi daromad qilish yoki boshqa unaqa narsa emas. Treyder eng asosiy vazifasi bu kapitalni himoya qilish. Ya'ni savdo balansingizni birinchi navbatda himoya qilish, ana undan keyin daromad qilish. Bu narsa eng oldinda bo'lishi kerak. Siz har kuni savdoni amalga oshirishingiz kerak, yo'q bo'lmasa sizni har bitta savdo tahlilingiz o'xshash shart degan narsa yo'q bu joyda. Demak, bundan to'g'ri xulosa qilishimiz kerak. O'zingizni bosing. O'zingizni bosing. Shoshilmang. Vaqtingiz keladi. Hammasi o'z vaqtida bo'ladi. Xotirjam bo'ling. Hech narsadan qolib ketmaysiz. Xotirjam bo'ling. Demak, keyingisi Dash USDT. Demak, Dash USDT da biz o'sha yana odatda deyarli bir xil vaziyatlar yuzaga kelganda o'sha kuni demak biz mana bu ikki bardan tashkil topgan LP dan keyin narx pastga qaytishni amalga oshiradi va pastga qaytish juda ham kuchli bo'ladi degandik, lekin e'tibor bersangiz qo'pol aytganda o'zbek xalq maqollari chuchvarani xom sanagan ekanmiz. Demak, e'tibor bersangiz aynan narx mana shu zonada juda ham ko'plab ложный пробой, mana bu joyda ozgina luft bilan ochilgan, yana ложный пробой. E'tibor beramiz, hurmatli treyderlar. Biroz videoni boshrog'ida aytdim. Narx zonaga nisbatan e'tibor bersangiz, barlarning maksimumi borgan sari pasayib boryapti. Bu holat padjatiya deb ataladi. Padjatiya bu narxning zonaga nisbatan siqilishi deyiladi. Va bunday siqilish narx oxir oqibat zonani proboyga olib kelishidan darak beradi. Undan tashqari mana bu LP holatidan keyin narx orqaga razvorot trend bo'yicha harakatni amalga oshirmagan. Aksincha, LP hosil bo'ladi, yana narx zonaga nisbatan harakat qiladi. Va eng asosiysi bizga bu joyda proboy model bilan ishlashimizga qanaqadir asos berayotgan narsa bu yana bittasi bu padjatiya hisoblanadi. Katta ehtimollar bilan agar mana bu bar bugun input bilan pastga buzib o'tib ketib qolmasa,
zonaga juda yaqin holatda yopiladigan bo'lsa, idealniy proboy model bilan shartoviy сделка ochish imkoniyati bor. Chunki e'tibor bering. Lokal time frame'larga e'tibor bering. Mana 4 soatlikdagi formatsiyaga e'tibor bering. Idealniy подjатие, затухание. Mana bu joydagi eng oxirgi 4 soatlik barlarga e'tibor bersak, даже zonadan orqaga qayta olmay qolgan. Undan tashqari mana bu продажный barga e'tibor bersak, juda ham kuchli продажный bar yuzaga kelgan. Va undan tashqari 1 soatlik time frame'dagi mana bu retest holatlari juda ham kuchli proboy modelga asos bo'ladi. Va e'tibor bering, M5 time frame'imizda juda ham kuchli impulsiv kelgan. Impulsiv kelgani uchun mana bu proboyni bardan keyin savdoga kirmaymiz. E'tibor bering, biz kutamiz. Narx yana tepaga chiqyapti-da, yuqoriga yurishga energiya bo'lmaganligi sababli bosim bilan pastga kelyapti. E'tibor bering, yana retest va yana bir marta narx orqaga keladi. Biz ayni paytda, hurmatli treyderlar, ayni paytda siz videoni ko'rayotgan paytingizda mana shu vaziyat hali ham mavjud bo'lishi mumkin yoki o'tib ketgan bo'lishi ham mumkin. Ayni paytda xudo xolasa keyingi videomizda, ya'ni shanba kungi videomizda agar mana shu savdo bitimi kirish nuqtani bizga beradigan bo'lsa, ya'ni imkon beradigan bo'lsa, savdoga kirganimiz daromad bo'lsa daromad yoki zarar bo'lsa zarar sertifikatini mana shu joyga o'rnatgan holatda sizlarga qayta obzor qilamiz. Hurmatli treyderlar, ayni paytda realniy savdo, ya'ni O'zbekistonda modaga aylangan live trade, ya'ni Dash USDT shartoviy сделка mavjud. Zonamiz 35.02 zonadan pastda zakrepleniya bo'lishi narxning shartoviy сделкаga asos bo'ladi. Demak, bugungi yagona savdo g'oyamiz Dash USDT valyuta parasida bo'ladi. Demak, bunga biz alert qilib qo'yamiz. Ya'ni agarda narx 35.02 zonani proboy qiladigan bo'lsa, bizga alert keladi, ya'ni bizga ogohlantirish keladi. Biroz pastroq qo'yib qo'yamiz. Va biz bu savdo bitimini amalga oshirishimiz mumkin. Balki video jarayonida, ya'ni aynan mana shu video jarayonida savdo bitimini amalga oshirish imkoniyati paydo bo'lib qolishi mumkin. Keyingisi Doge USDT. Buni ham avvalgi videomizda obzor qilib bergandik. Bunda ham bizning tahlilimiz bo'yicha mana bu ikki bardan iborat LP dan keyin narx pastga ketish kerak. Lekin bizda izlom trend mana bu joyda juda ham kuchli podjatия bilan narx shakllangan. LP dan keyin yuqoriga atkat yo'q. Narx yana pastga harakatni amalga oshiryapti. Mana bu bar zonaga juda ham yaqin yopilgan, orqaga juda uzoqqa ketib qolmagan. Bugungi kunlik bar ochilish nuqtasi zonaga juda yaqin, energiya mavjud. E'tibor bering, yana bir marta 5 minutlik time frame'da impulsiv harakat qilgan bunda сделка ochmaymiz. Bunda ozgina vaqt beramiz. Agar narx haqiqatdan ham pastga yurish imkoniyati, ya'ni xohish bo'ladigan bo'lsa, u albatta yuqoriga chiqib orqaga qaytish kerak. Va e'tibor bering, mana bu joyda juda ham kuchli затухание, накопление, bizga stop loss nuqtasi mana bu joyda bo'ladi va mana bu proboyni bardan keyin biz savdoga kirishimiz mumkin edi. Lekin ushbu kriptovalyutada savdoni amalga oshirishga kech qoldim. Lekin aynan mana shu Doge USDT valyuta paramiz shanba kungi videomizda bergan g'oyamiz aynan mana bugun seshanba kuni savdoni amalga oshirish uchun juda ham qulay vaziyatni amalga oshirdi va narx pastga harakatni amalga oshirmoqda hozircha. Demak, hurmatli treyderlar, endi sizlarga amalga oshirgan savdo bitimlarimni obzorini ko'rsatib beraman. E'tibor beramiz, bu kecha savdoni amalga oshirilgan tahlilimiz. E'tibor beramiz, bunda qanday asosga ko'ra сделканы ochganman. Shu haqida gaplashmoqchiman. Demak, savdo bitimimiz 1/2 nisbatda take profit qo'yilgan, ya'ni savdo hajmi 1/2 nisbatda ishlangan. E'tibor beramiz. Demak, nima uchun men bu joyda savdoga kirdim? Savdoga kirishimning sabablaridan bittasi, e'tibor bering, aynan mana bu zona LP tasdiqlagan. E'tibor bering,
Aynan mana shu joyda narx paranormal bar bilan tushish aynan mana shu joyda to'xtagan. Ana undan keyin narx asta-sekinlik bilan zonaga harakatni amalga oshirmoqda. Va bu holat narx zonaga eng oxirgi urilgan holatdan 1, 2, 3 kun ichida amalga oshgani uchun bu blижний retest holati hisoblanadi. Ya'ni narx zonaga kelib uriladi va orqaga harakat qiladi. Va aynan mana shu eng oxirgi urilgan nuqtadan 10 kun ichida zonaga yana qaytadan kelib uriladigan bo'lsa, bu blижний retest holatini yuzaga keltiradi. Blижний retest esa пробойный modelni yuzaga keltiradi. Zonani buzib o'tib ketishidan darak beradi. Va e'tibor bersak, aynan mana shu bar zonaga yaqinlashgan paytda aynan mana shu joyda juda ham kuchli nakapleniya yuzaga kelgan. Ya'ni asta-sekinlik bilan akkumulятsion harakat qilgan va mana bu joyda esa juda ham kuchli mana bu joyda bizda nakapleniya holatini amalga oshirgan. Va e'tibor beramiz, aynan bu joyda zonani oldida emas, biroz pastroqdan сделка ochganmi. Buni sababi mana bu joyda impulsiv harakat bilan narx orqaga qaytgan va men mana shu joyga lokal zona chizib olganman. Ya'ni zonadan juda ham uzoq bo'lmaganligi sababli men bu joyga lokal zona chizib oldim. Mana e'tibor bersangiz, aynan mana shu lokal zona пробойni amalga oshirgandan keyin mana bu joyda BPO1, BPO2 aslida mana bu joyda сделкani ochishim kerak edi, lekin kech qolganman va mana bu lokal zona, ya'ni juda ham kuchli bosim bilan narx orqaga qaytganligi sababli aynan mana bu lokal zonada kirishni amalga oshirganman. Stop lossni esa asosiy globalniy zonam, ya'ni 0.1542, ya'ni kunlik time frame'dagi zonamdan yuqoriga stop lossni qo'yganman. Nima uchun bu savdoga kirdim? Sababi zona orasidagi stop nuqtalari, ya'ni stop oralig'i, ya'ni atar, texnik atarim juda ham katta va hech bo'lmaganda 1-2 nisbatda take profit olishga matematik jihatdan asos bo'lgani uchun ushbu savdo bitimini amalga oshirdim va e'tibor bersangiz 1-2 nisbatda savdoni daromadni olganman. Lekin savdoni amalga oshirganimdan keyin narx biroz nakapleniya holatida turgan. Hurmatli treyderlar, bu сделкani ko'rsatishimdan sabab take profit olganimga ko'p e'tibor qaratish emas. Eng katta sizlarga aytmoqchi bo'lgan gapim, savdoni amalga oshirganingizdan keyin stop lossni qo'ydingizmi? Stop loss qo'yganingizdan keyin hech qachon narx harakat jarayoniga aralashmang. Agar e'tibor bering, mana shu joyda men yo'qotishdan qo'rqib, yo bo'lmasa yo'qotish darajam juda katta bo'lganda, men ushbu сделкani yoparish ehtimolim juda katta edi. Ya'ni agar men depozitimni juda katta qismini mana shu joyda risk qilib yuborganimda, yo bo'lmasa buni aytishga ham odamning tili bormaydi, chunki tradingda bunaqa narsa mutlaqo mumkin emas. Ya'ni full marja bilan kirganimda men mana shu joyda balki depozitimning juda katta qismini yo'qotgan holatda chiqib ketishim mumkin edi, chunki marja yetmay qolganda bilasizlar, platforma сделкаlarni ketma-ketlikda o'zi avtomatik tarzda yopishni boshlaydi. Shu sababli ham сделкаlarni juda katta hajmda va depozitingizni juda katta qismini risk qilmang. Esingizdan chiqarmang, kichik tomchilardan daryo bo'ladi. Sabr qiling, vaqtingiz keladi. Yana bir marta aytmoqchimanki, aynan mana shunaqa narxning orqaga qaytishlarini yoki biroz muddat nakapleniya holati ham mavjud bo'lib qolishini hisobga olgan holatda riskingizni belgilab oling. Depozitingizni juda ham katta qismini risk qilmang, hurmatli treyderlar. Bu oxiri yaxshilikka olib bormaydi. Demak, bu JUP USDT valyuta parasi, ya'ni kriptovalyutasida amalga oshirgan savdo bitimim edi. Demak, bunda 1-2 nisbatda take profitini oldik. Buni nimagadir sertifikatini ola olmadim. Lekin realniy savdoda сделка ochilgan. Keyingisi ARB USDT valyuta parasidagi savdo bitimi. Bu o'sha ustozim Yuriy Kirsh tomonidan ham e'tirof etildi ushbu сделка. Instagramda ko'rishingiz mumkin. Men bundan juda ham xursand bo'ldim.
Chunki to'g'ri, men o'zim ustozman, lekin meni ham o'zimga yarasha ustozlarim bor. Demak, ustozimni mani bunaqa natijamni e'tirof qilishi men uchun juda ham katta o'zimga bo'lgan ishonchni orttiradi va kelgusi ishlarimda yana ham menga nima desam bo'ladi? Motivatsiya beradi desam ham bo'ladi. Mana e'tibor bersangiz, buni sertifikati demak $960 bu joyda daromad qilganman va e'tibor bering, juda ham kuchli impulsiv harakatni ushlab olganimni ko'rishingiz mumkin va vaqtida zzilkadan chiqib ketish, ya'ni 1 ga 4 nisbatda daromad olganman. E'tibor bering. Vaqtida zzilkani yopish, ochko'zlik qilmaslik mana bunday juda ham noxush holatlarni oldini oladi. Ishoning, bozor berganda oling, hurmatingizni bilib bozordan chiqib keting, yo'qsa ishoning, qo'lingizda turgan narsani ham yo'qotib qo'yasiz. Bunga nimaga men bozorga kirdim? E'tibor bering, o'sha videolarimni ko'rib boradigan bo'lsangiz, men nima uchun bozorga kirganimni siz tushunib bo'ldingiz. Mana shu joyda 1 soatlik time frame'da mana 1 soatlik time frame'da savdoga kirgandan keyin narx qanaqa harakat qilganini ko'rishingiz mumkin. Aynan bu joyda narx mana shu joyda juda ham kuchli zonani hosil qilganini ko'rishingiz mumkin. Chunki aynan mana shu joyda narx zonaga kopeyka urilib to'xtagan. Men sizlarga aytgandim, zona har doim narxning minimumida yoki maksimumida shakllanmaydi. Zona narxning aynan juda ko'p marta to'xtab urilgan joyda zona paydo bo'ladi. Ya'ni aynan yirik ishtirokchilar savdoni amalga oshirayotgan zona kunlik time frame'dagi barlarning juda ham ko'p bitta nuqtada to'xtashi yoki urilishi natijasida yuzaga keladi. Zona to'g'ri, bu maksimum minimumni juda ham kuchli zona, lekin aynan mana shu zonalar orasida ham mana bunday zonalar yuzaga keladi. Ya'ni savdo nuqtalari yuzaga keladi. Biz aynan ana shunday nuqtalardan foydalana olishimiz kerak. Buning uchun biz o'sha kerakli bilim va tajribaga ega bo'lishimiz kerak. Bunaqa narsalarni bizga murojaat qilsangiz, biz sizga o'rgatishimiz mumkin. Demak, e'tibor bering, bunga aynan mana shu joyda narxning to'xtashi va juda ham kuchli mana shu joyda nakapleniya hosil bo'lishi. Qarang, lokal time frame, ya'ni 4 soatlik time frame'da ham aynan mana shu joyda juda ham kuchli to'xtalish yuzaga kelgan. Juda ham kuchli to'xtalish. 1 soatlik time frame'ga e'tibor bersangiz, aynan mana shu joyga kelib to'xtab, retest berib, narx orqaga qaytmayapti-da retestdan keyin. Yana o'sha zonaga qarab intilyapti. Bundan bilinadiki, hali mana bu joydagi sotuv davom etmoqda. Ya'ni sell pozitsiyaga kirish hali davom etmoqda. 15 minutlik time frame'ga e'tibor bersangiz, shikarli holat mana bu joyda narx zatuhayni hosil qilgan, ozgina yuqoriga yurib, proboy modeli yuzaga keltirgandan keyin stop loss, idealniy stop loss va idealniy kirish nuqtasini bergan va juda ham kichkina risk bilan 1 ga 4 nisbatda mana shu joyda savdo bitimimiz daromadni olganini ko'rishingiz mumkin, hurmatli treyderlar. Xo'p, endi bu amalga oshirgan savdo bitimimiz edi. Demak, trendda bo'lgan vaziyat, ya'ni tilla nima vaziyat kutmoqda tillani. Demak, biz ayni paytdagi vaziyatni grafikdan ko'ramiz. Demak, kunlik time frame'da yaxshilab e'tibor bering, kunlik time frame'da ekstremum zonamiz mavjud. Ya'ni eng yuqori ekstremum zonamiz mana shu joyda turgan bo'lsa, e'tibor bering. Narx 5090 zonada to'xtagan va pastga откатni yuzaga keltirgan. Lekin narx yana orqaga qaytyapti va kopeyka urildi. Buzib o'ta olmadi, chunki bu joyda V formatsiya bor. Ya'ni V formatsiya degani narx zonaga urilib, ya'ni impulsiv orqaga qaytsa, o'zimizning lotincha harf, ya'ni V harfi yuzaga keladi. Bu V formatsiya deyiladi. Odatda narx zonaga nisbatan V formatsiya yuzaga keltirganda birinchi marta kasayni qilganda buzolmaydi. Orqaga bir marta qaytib oladi. Ana undan keyin narx yana zonaga harakatni amalga oshiradigan bo'lsa, endi bu harakatni buzib ketish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Lekin agar narx V formatsiya mana bunaqa juda ham kuchli impuls bilan tushib, kontra trendiy impuls harakati yuzaga keltiradigan bo'lsa, birinchi mana bu joydagi kasaynada 90% holatda proboyni amalga oshira olmaydi, orqaga qaytib oladi. Ana undan keyin asta-sekinlik bilan yurib, proboyni amalga oshirishi mumkin.
aynan tillada ham shu holat yuzaga kelgan. Bunga biz nimaga juda katta ishonch bilan nimaga matematik ожидание holatida aytyapmiz? Sababi lokal time frame ga e'tibor bersangiz judayam kuchli, judayam kuchli накопление holatida zonaga judayam kuchli поджатие, ya'ni bosim bilan kirib kelyapti narx. Va mana bu joyda narx zonaga urilganda, orqaga harakat bermaganda, aksincha yuqoriga harakatni bosim bilan davom ettiryapti. Undan tashqari 4 soatlik time frame'dagi mana bu bar, e'tibor bersangiz pastga impulsiv harakat qilmoqchi bo'lgan, lekin mana bu joyda narx pastga yurganda sotib olish juda ham kuchayib ketgan. Ya'ni покупный bar yuzaga keltirib qo'ygan. Ya'ni pastdan bosim hosil qilgan. Shuning uchun ham soya yuzaga kelib qolgan. Va narx yana yuqoriga harakatni amalga oshirmoqda. 1 soatlik time frame'da ham juda ham chiroyli format yuzaga kelmoqda. Endi 5 minutlik time frame'da hali narx zonadan juda ham uzoqda. Juda katta ehtimollar bilan agar bugungi narx zona mana shu joyda juda ham yaqinda yopilsa va narx yana yuqoriga harakatni davom ettiradigan bo'lsa va lokal time frame'larimizda zatohani davom etib proboyni amalga oshiradigan bo'lsa, katta ehtimollar bilan tillada yana o'sish holati yuzaga kelishi mumkin va ayni paytda tilla xarakteri o'suvchi, o'sganda ham juda ham impulsiv o'sishga tayyorgarlik ko'rayotganligini grafikda ko'rishimiz mumkin. Hurmatli treyderlar, demak, bugungi savdo g'oyalarimiz va avvalgi savdo g'oyalarimizni qanday harakatni amalga oshirganliklari haqidagi videomiz shundan iborat. Xudo xohlasa, keyingi videomiz shanba kuni bo'ladi. Xudo xohlasa shanba kuni yana ham ko'proq ma'lumotlar, ko'proq tahlillar bo'yicha sizlar bilan mana shunaqa videolarni tayyorlashda davom etamiz. Nimaga o'ylashingiz mumkin, nimaga bu Forexda tahlil bermayapti? Nimaga Forexga qaramayapti? Mana Forexga o'tamiz, e'tibor beringlar. Valyuta paralari. E'tibor bering, juda ham noqulay, mana Avdi Chifi juda ham noqulay, aniq bir zona yo'q. Mana bunda ham juda ham noqulay holat. Bunda ham nimadir ko'rmayapman. Bunda ham juda ham haligi Avdi NZD, Avdi umuman bir noqulay holatda. Mana aniq bir tushunarli holat yo'q. Shuning uchun ham valyuta paralarida hozircha o'zimni biroz tanaffus qilishga qaror qildim. Demak, hurmatli treyderlar, hozircha valyuta paralarimiz o'z vaziyatida qoladi. E'tibor bering, mana Dash USDT bizga alert berdi, ya'ni biz belgilagan zonaga yetib keldik. Keling, aynan mana shu valyuta parasida, ya'ni kriptovalyutasida sizlar bilan real savdoni amalga oshiramiz. Demak, mana bu joydan biz savdo bitimini ochamiz, stop loss va bu joyda 1 ga 2 nisbatda take profit olishga harakat qilamiz. Demak, 56 bo'ladigan bo'lsa, demak 112. 112 biz 120 qo'yamiz take profit, sababi komissiyalarni hisobga olgan holatda. Demak, hurmatli treyderlar, sizlar bilan mana Live Trade Dash USDT valyuta parasida savdo bitimlarimizni amalga oshirdik. Demak, bu tomonda hurmatli treyderlar, demak, bugungi sizlar bilan amalga oshiradigan savdo g'oyalarimiz va tahlil natijalarimiz shundan iborat. YouTube kanalimizni ko'rishda, kuzatishda davom etinglar. Telegram kanalimizda ushbu savdo bitimimizni tashlab qo'yaman. Natijasi nima bo'lganligini Telegram kanalimizda yoki Instagramimizda storieslarimizda ko'rishingiz mumkin, hurmatli treyderlar. Demak, barchangizga omad, sog'lik, salomatlik tilayman.